Hello do'stlar, sizlar bilan Recruz. Bugun mana mashinani oldik. Sizlar bilan o'yin ismini aytishdan chiqdi. Gelik 2 o'yini va hozircha mashinalarim 1 9 10 ta ekan. 10 ta mashinam bor. Hozir yangi mashinamizni obzor qilaman. Mana Ferrari yangi mashinam. Ko'rib turganingizdek qip-qizil Ferrari. Boshlab olamiz o'yinni. Aytgancha kommentariyaga ham yozib turinglar. Mana yangi mashinamiz bu. Aytgancha like bosib qo'yinglar kanalga. Obuna bo'lib qo'yinglar. Qaranglar, tez urar ekan. İçini ham ko'rsataman. Oho. Hop, qaranglar. İçini. Drift qilar ekan, driftlar bor. Qaranglar. Aka, bitta narsa yozib ketinglar kommentariyaga. BMW sizlarga BMW yoki Mercedes. Shuni yozib ketinglar kommentariyaga. Mana shu Gelik 2ni ikkinchi qismi chiqsin desa 100 ta like, 5 ta obunachi kelsa, qachon 100 ta like, 5 ta obunachi kelsa, o'shanda ikkinchi qismini chiqaraman mana shu videoni. Yani nima o'ylasam bo'ladi, o'sha yozib qoldiringlar. Minecraft, Roblox xohlaganinglarni aytinglar, o'sha o'yinni o'ynab sizlarga ko'rsataman. Hozircha biz ishlaymiz, ketdik. Ferrari'da ishlaymiz. 10 ta benzinim bor, o'tib mana. Hozir 41 ming ishlaymiz. Maqsadimiz mashina olish. Mashinalarni ko'paytirish, uylar olish. Uyingiz bor deydiganlar, ikkinchi uy ham teshib chiqmaydi, mayli. Hop, boshlaymiz. Ana. Nima mashina deb o'ylaysizlar? Qani ko'ramiz, nima mashina? Va bu yerda Jetour mashinasi. Tushamiz. Buni kapot qanaqa ochar ekan? Oho, Jiguliga o'xshab ochar ekan kapot, qaranglar. Hop, o'tiramiz. Nitrosi bor ekan. Yo'q, nitrosi yo'q ekan, mayli. Ketdik, tezroq borishimiz kerak. Vaqt berildi tepada. Vaqt ichida bormasak pul bermaydi. Bizga ko'proq pul kerak. Hozir 200 mingdan oshiq pulim bor. Vay, urilganmish payt. Tezroq o'giril. Nima deb o'ylaysizlar? Yetib bora olamanmi shu oxirigacha? 38 sekundda. Qani ketdik, bo'liqo. Qani yuryapti? Tezroq. 27 sekund. 7 kilometr qoldi. Bo'liqo. Qani? Keyin nima deb o'ylaysizlar? O'rtalari bilan ko'pchilik bo'lib video olaymi yoki kam bo'lib ikkitami? Shuni ham kommentariyaga yozib qoldiringlar. Mana bo'ldi, keldik. Mashina lekin yaxshi tuning qilishgan. Qani ketdi. Stal qoldi, stal bilan biz o'tib ketamiz. Ishtirok emas bu uyga. Hazır. Drift yo'q. Yetib keldik, 41 ming pulimizni olamiz. Yaqinda yangi mashina olishimiz kerak. Mana bunaqa Melisani oldi, tez yursam mashinani olib qo'yishim mumkin. Sekiraveramiz shuning uchun. Nega tez yuryapsiz demanglar.
Belki reklama berib qo'ygan qaranglar. Mana men reklamani o'tkazib yubordim hozir. Endi ketdi shu. Like bosinglar, obuna bo'linglar. Nima deb o'ylaysizlar? Sal kechroq o'rtog'im bilan ham video olishim mumkin. Kommentariyada yozinglar. Mayli video oling o'rtog'ingiz bilan Minecraft video oling, Minecraft deb yozinglar. Minecraft video olaman. Bugun kechgacha agar hatto 10 ta odam, hatto 5 ta odam shunaqa deb yozsa, mana shu videoni olaman bugun kechgacha. Bo'lmasa ertaga yoki keyingi safar. Like bosinglar, obuna bo'ling xullas. Ko'proq videolar chiqadi, tezroq chiqishi uchun. Free Fire o'ynaysizmi deb yozinglar. Free Fire o'ynayman, xohlagan o'ynanglar aytinglar. Ketgan o'ynayman. Kommentariyada o'qib voy suvga tushib ketib qoldik. Ayrim sabablarga ko'ra mana shu qisqa videomiz tugadi. Keyingi safar yana videolar olishga harakat qilamiz zo'r. Do'stlar, sizlarga xayr. Qo'llab-quvvatlab ko'rganingiz uchun rahmat.